tug'ishingizga to'sqinlik qilmaydi. Bemalol o'zingiz tug'sangiz bo'ladi. Razmerlari ham juda katta emas ekan. Mana bu kattaroq kistichkamiz. В принципе, buni ham homiladorni tug'ishiga xalaqit beradigan vaziyat emas. Endi qiladigan ishingiz. Ko'proq harakat qilamiz. Hech bo'lmasa yurish turishingiz kerak. Baland etajda turadigan bo'lsangiz, yana ham yaxshi zinadan ko'p chiqib tushsangiz bo'ladi. Charchab holdan toyadigan darajada emas, lekin zinadan chiqib tushsangiz ham yordam beradi. Atak kun bo'yi yotadigan bo'lsangiz, bu faqat ves olib, nimalab yotaveradi. Keyin tug'rug'ingiz qiyinlashib ketadi. Men sizni yurishingizga hech qanaqa muammo ko'rmayapman-da. Varikozlar unchalik katta emas. Shekangiz hali mustahkam, даже yumshagani ham yo'q, uzungina. Tezroq tug'ib olishimiz uchun harakat faqat. 3-tug'ruq degani vaqtli tug'aman, erta tug'aman degani emas. Уже tем более oradan ko'p vaqt o'tib ketdi. Doim yotaversak, tug'ruq hali yurib bo'lmaydi, turaveradi bu ham. Atak yaxshi oyisi. Shekamiz hali yopiq ekan. Ko'ngilli xotirjam qilib yuraveramiz. Eng katta varikozni mana bu. Undan kattasi yo'q. Bu ham 4 mm ekan.